Uchqun aka, yaxshi variant chiqqan. Ana Xon saroyi okean loyihasidan 2 xona 55 kvadrat 5-chi etaj. O'zi 16 etajli novostroyka. Narxini aytaman, 55 kvadratga 51 ming so'rashyapti. Uni ustiga 450 millionmi, 430 milliongacha kredit qilsanglar ham bo'lar ekan, ipoteka qilib. Bu degani bir qo'lingizda bir 15 mingcha pul bo'lsa, yog'ini ipoteka qilsanglar ham bo'ladi. Yunusobod 16-kvartalda to'g'risida mana okean loyihasi Xon saroyida kadastrlar chiqqan, tayyor 5-etaj ishlarini ko'rsataman. Ikkitalab lift уже qo'shnilar ham ko'chib kelgan. Mana podyezdlar chiroyli. Men o'zimga ham proyekt yo'q, tayyor mana bu kirganlarda mana 2 xona mana zaldan boshlaydi mana. Zal ham kattagina keng. Zal hamma xonada o'zini balkoni bor, hozir ko'rsataman. Mana men yonimda spalniya qilasizlar, mana spalniya ham katta keng. Hammom tualetlar mana alohida. Ko'rib turibsizlar mana. Перегородкаlar qilingan mana kompaktli oshxona. Oshxona. Endi mana mamtini qaranglar, mana mamtga ham bir stolni qo'yib, bahorlarda kullasiga o'tirasizlar mana. Balkonni ko'ryapsizlarmi? Aylana balkon. O'zi bir 55 kvadrat bo'lsa, bir 10 kvadrat balkon qo'shilmaganda, mana tog'li ko'rinib turib, quyosh chiqadigan taraf yorug', zo'r. Xullas, narxiga kelamiz. Narxini 51 ming so'rashyapti. Ozgina kelishtiradigan joyi bor. Pastda egalar nomeri aloqaga chiqasizlar. Aytgancha kredit qilib olsanglar ham bo'ladi. Bir 400-450 million kredit qilib, yog'ini naqd bersanglar ham bo'ladi. Ulgurib qolinglar.